Aziz kitobsevar do'stlar, sizga taqdim etilayotgan mazkur kitob amerikalik afg'on adibi Xolid Husayniyning dunyoga mashhur Ming quyosh shu'lasi, Shamol ortidan yugurib, Tog'lar ham sado berdi kabi romanlaridan tarkib topdi. Bu kitoblar aynan qaysi jihati bilan kitobxonga yaqin? Husayniy asarlari orqali biz o'quvchilarga nimalarni eslatmoqchimiz? Ularga nima demoqchimiz? Siz bilan biz yashayotgan mana shu zamin, shu yurt hammamizning qadr-qimmatimiz, nomus orimiz, sha'nimiz, g'ururimiz va eng muhimi o'zligimizni himoya qiladi. Siz bilan bizdan uncha uzoq bo'lmagan yurt farzandlari ham o'zlari haqida, vatanlari haqida shunday so'zlarni tinglashga ilhaq. Ammo Afg'oniston diyorida bir necha 10 yillardan beri davom etib kelayotgan qonli urushlar millionlab insonlar taqdirini o'zgartirib yubordiki, chiroyli hayot haqidagi so'zlar ular uchun orzu bo'lib qoldi. Mana shunday urushlarga guvoh bo'lgan Xolid Husayniy ko'rgan kechirganlarini, qalbini larzaga solgan voqealarni qahramonlari timsolida jonli gavdalantirdi. Qo'lingizdagi kitob orqali siz mana shunday taqdir egalari bilan tanishasiz. Ularga hamdard bo'lasiz.